Yomon uyqu kelyapti-yu. O'ta katta gapirib yuboradiganlar haqida. Immunitetlari juda pastlardi. Meni qara, mana bir hafta oldin uyqudan turganicha yuribman. Katta gapiraverma endi. Da, qancha? $15,000. Men tirnog'imni uchini ham qimillatmayman, summaga. Mashina ancha baquvvat-a, ey. Ha, shuda to'g'ri tezlikka chiqqan. Qo'ysin-chi. Kulgi bir qislatma. Mana videosi ham turibdi, qara. Chet elda olingani bu video. Mana BMWni talp etkazib turibdi. Katta gapiraverasan-da odam masabini buzib. Farg'ona kanalida bu, to'g'rimi? Ha. Mana shu yerdan kalla tashlab to'g'ri Farg'onagacha suzib borganman, bilasanmi? Katta gapiraverma. Qo'qon bilan Farg'onani arasi 100 kilometr oqimga qarshi qanday suzasan? Men hayot oqimiga qarshi suzganman, bu nima bo'ldi bu? Har doim shu telefonni qo'lingda ko'ryapman. Qanaqa telefon o'zi bu? Bu Infinix Note 60 Pro smartfoni. Yangicha dizayn. Orqasida Matrix displeyi bor. Animatsiya bildirishnomalarni ko'rsatib turadi. Batareykasi 6500 watt, 90 watt zaryad oladi. Eng qizig'i 16 minut ichida 50% zaryad to'ladi. Sen ko'p o'yin o'ynaysan, kolonkalari ham chotki JBL kolonkalari. Ikkala karina ham toza ovoz chiqaradi. Yana bitta narsa. Bo'ldi. Hozir to'xtatmasam Infinix kompaniyasi meniki deysan. Qayerdan bilding? Hozir shuni aytmoqchi edim.